Kofe foydalimi yoki zararli? Buni bilmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Kofe dunyodagi ichimliklar orasida suvdan keyingi eng foydali ichimlik hisoblanadi, agar to'g'ri ichilsa. 2017-yilda Xalqaro saratonga qarshi kurash agentligi 500 mingta odam aholini tanlab o'rganishgan. Aholi doimiy ravishda kofe ichib yurgan. Ularda onkologik kasalliklar, jigar sirrozi, yurak-qon tomir kasalliklar kam kuzatilgan. 2019-yilda Xitoyda 21 ta kofe bilan aloqador ilmiy tadqiqot olib borilgan. Bu tadqiqotga ko'ra, doimiy kofe ichib yuradigan insonlar o'limi 3% ga kamayganligi aniqlangan. Kuniga 2 yoki 3 stakan kofe ichib yuradigan insonlarda o'lim xavfi 10-13% ga kamligi aniqlangan. Doimiy kofe ichib yuradiganlarda esa stress xavfi juda ham pasayganligi ko'rsatilgan. Yuqoridagi natijalarga erishish uchun kofeni sifatli navi hamda shakarsiz ichib yurish tavsiya etiladi. Sizcha kofeni muntazam ichib turasizmi? Shakar bilanmi, shakarsizmi? Izohlarda yozib qoldiring. Foydali ma'lumotlar uchun obuna bo'lishni unutmang.